Uchta toifaga Alloh nazarini tashlamaydi qiyomatda. Shuni birinchisi ota-onaga oq bo'lgan. Shuni men yoshlarga aytib qo'ying, o oq qildim deb qarg'ashi shart emas. Yig'latdingizmi? Oq bo'lib qoldingiz, birodar. Ota-ona men norizoman shuni qilsang deb turibdi. Chinqiratib qivordingiz, qarg'ash shart emas. Oq bo'ldi. Shu ikkinchisi doim aroq ichib yuradigan. İçib tashlagan boshqa. Doim. Namozni ham o'qib chiqib boruncha otib qo'yadi ham. Ya'ni ertasiga namozni ham o'qiradi. Mudminul xamr deydi. Alloh bunga ham nazarini tashlamas ekan. Uchinchisi val mannanu ataahu, berganini minnat qilaveradigan. Biz ham berganmiz, biz berganmiz, masjidga biz ham beruvdik. Biz beruvdik, ana 100 so'mida o'radi. O'ng qo'ling berdimi, chap qo'ling bermay qolsin. 100 ham jannatga kirmaydi. Choy ichib o'tiribdi bolalari bilan. Kelin qani, xotiniz qani? Emiratga ketgan tijoratga. Tijoratga ketgan.